Assalomu alaykum. Avtoshop avtosalonimizni uzoq va yaqindan tomosha qiluvchi qadrli va qadri baland obunachilarimiz. Bugun 12 dekabr 2025-yil avtosalonimizdagi narx-navolar haqida bir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tmoqchimiz sizlarga. Narxlar rasmiy singan Cobalt mashinalarimiz pochti salon bahasi bilan bir xil. 2025-yil bez probeg style variantdagi Cobalt mashinamiz 152 milyon so'm. O'rtoqlar. Bu avvalgi varianti, atak toza chiqib turgan MCM variantdagi Cobalt Style varianti salon narxi 156 milyon 100 ming so'm bo'lsa, 156 milyon so'm o'zini beramiz. Naqd, barter, nasiya savdo albatta ishimiz. Har xil variantda Cobaltlarimiz bor xullas. Gelsangizlar ishlaringizni bitirib beramiz. Yana ko'rishingiz mumkin. 2026-yil Kuzov 2026 olib chiqqan, texpasi 2025. Mashina hali 50-100 km tutdi. 159 yozilib turgan bilan, lekin 156 million so'm beramiz mashinani. MCM varianti. Monitorlari, tablolari polni o'zgargan, rullarini ham multimedia, cruise control, knopkalar qo'yilgan, zavodskoy, zavodning o'zida shunday bo'lib chiqib turibdi xullas. Bu style varianti. Bu tarafda Midnight Cobalt'imizni 158 milyon so'm qilib beramiz. 2025-yil bez probeg Midnight mashinamiz. Xohlasangizlar. Bu mashinamiz ham 2026 MCM varianti, ya'ni kuzov 2026 qilsa. Bu mashinamiz ham 2026 kuzov MCM xullas bular. Eng fulli bu tarafda ko'rishingiz mumkin. Eng fulli deganda ham Midnight, ham MCM, ham koja polni sidinalar ham ko'rishingiz mumkin. Torpedasi, obshivkalar ham qora bo'lib chiqqan. Salonning o'zida. Xohlasangizlar bu mashinamizni 175 yozilgan, 172 mi xullas shunday baholarga to'g'ri keladi. Birinchi nomeri bilan. Birinchi nomerlar ham taqilgan. 6 soatga tayyor. Kelsangizlar, xohlasangizlar bu mashinamizdan avtokredit, nasiya savdo, barter xizmatlari bor. Bir oy, 1,5 oy, sal bir misol 20 million 30 million turibdi. Bir oy, 1,5 oy taxlab beraman desangiz, albatta hech qanday ustuna pul qo'yilmaydi. Shu kelishilgan bahada ariyandan turib beramiz. Albatta avtoshop avtosalonni obunachilar bu hollaringiz uchun. Xo'p, bu tarafda Gentra mashinalarimiz. Bu mashinalarımızdan xohlasangizlar probegli varianti, xohlasangizlar bez probeg variantlaridan ham bor. Misol tariqasida 2023-yil oxirgi yillarda chiqqan Gentra mexanika, Choko sveti. Ko'rishingiz mumkin, 1000 km tutdi hali. 155 million so'm aytiladi, albatta ustida yarashtirib beramiz. Mashina benzinda. Pochti bez probeg salondan ishlab chiqqan shu durishda turibdi. Birinchi nomerlar taqilgan. Mashina zo'r. Yam turishini e'tibor beringiz, ko'rinib turibdi-ku. Hech qanday qirilgan yoki qichilgan joy topmaysizlar. Bir yerda kirchop degan kraskasi yo'q ichida. Xo'p, bu tarafda Gentra avtomat korobka 2023-yil. Mashina 4 yumshoq balon, metan, mejigar pultlar qo'yilgan. 2023 62 ming probegda. 172 million so'mda aytilishi. Bu to'g'risi, nima desam, baho yozib qo'yamiz, lekin kelib savdolashgan vaqtda umuman boshqa senalar bo'ladi savdoda. Yozilgan baholarni ko'rib turib, shunday baho ekan, qimmat ekan deb o'ylamayman. Albatta, yarashtirib beramiz, shotki narxida qilib beramiz. 2023-yil bu tarafda Zeus rangda avtomat korobka Gentra mashinamiz ham birinchi nomerlarda taqilgan. Bu mashinamiz ham hali 1000 km tutdi. Mashina benzinda, full varianti, lyuk pislami, o'zining diskalari, magnitofonlari hammasi bor, bezlari ham bor, turmush sistema. Mashina narxi 182 million so'm. Endi ega mana 180 million so'm bergan, sotib benglarda 182 ko'p bo'libmiz. Albatta egani chaqirtirib beramiz, ustunda bemalol ega bilan pryamoy savdolashsangiz bo'ladi, xohlasangizlar. Bu mashinamizdan. Xo'p. Nomzodlarimiz ko'rib o'tgan. Mashina Cobalt mexanika qarab o'tdilar. 2022-yil avtomat korobka, 76 ming probeg, tonirovka, 4 yumshoq balon, metan, hammasi bor. Bu mashinamizdan kraskalari bo'lni toza. Narxinda 170 million so'mdan ko'pmiz, albatta ustunda yarashtirib beriladi yer bor. 2022 full variant. Keyin Dark Moon rangda bu mashinamiz ham bez yo'q, lekin avtomat korobka. Lyuki yo'q variant. 2023-yil bahosini lekin dim chishirib qo'ydilar, 185 deb. Bu avvalgi narx. 175, 180 shunday o'rtalardan bitadi. Kelsangizlar. Xo'p, yana bir bez probeg Gentramiz.
Masla dedik-ku. 2023 yıl mexanika, metan ham qo'yilgan. 1800 probeg, 162 million so'mda yozilib turibdi, lekin albatta buni ham qaytib beramiz. Endi ega doğrusu ko'pchilik mashinalarimiz egadan keladi, sotib bergan deb qo'yib beradi. Menga qisqa yo'q deydi, qimmatroq sotib bergan deb. Shuning uchun narxlari qimmatroq turibdi. Atak lekin doğru klient ustunda, nima deydi, kelib olajak vaqtlaringizda shu mashinani olajakman men desangizlar, egasini uramiz pryamoy, egasi bilan gaplashiladi, ustunda turibdilar, konkret olajak. Falan so'masa tutib, falan so'ma berasanmi? Deb ustida savdo konkretni doğru kart ochiladi xullas. Shuning uchun bemalol avtoshopga kelib, o'zlaringizga kerakli bo'lgan mashinani ustida savdolasangiz bo'ladi. Yana bir Gentra mashinamiz 2023 yil. Bu mashinamiz metani bor, 22 ming probeg, 144 million so'm. Bu mashinamiz ham mexanika bo'ladi, qora rangda. Kraskalarni o'zlari uchun bir tekshirtirib olasizlar bemalol. Mexanika. Gentra avtomat. Bu mashinamiz 2023 yil. 14 ming probegda hali. Pokoleniya metan. Keyin 4 tane yumshoq balon, tonirovka, lyuk ABS hamma narsasi bor, kraskalari toza. Probeg ham hali kam, 14 ming probeg. Narxini lekin egadan yana sal chishir qo'ydilar. 175 lara bitadi. 2022 yil. Gentra avtomat, metan, 4 yumshoq balon, mejigar, hammasi bor, Chexov poliklar ham bor. Narxi yana 164 million so'm. 65 ming probegda. Gaztib beramiz bundan ham ustunda. 2023 yilni avtomat ko'pga Gentrasi. Xullas bergi bilan bir xilda yasagan bo'ladi. Lekin buni probegi 31 ming, 4 yumshoq baloni, metani bor. Ayaktina poliklar tashalgan. Keyin probegi 31 ming. Kraskasini ham probegini bemalol tekshirtirib, test drive qilib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Ma'qul keldi. Ana savdolashamiz desangizlar, keyin savdolashaveramiz. 168 million so'm yozilib turibdi. 165 million so'm bitadi. Ma'qul desangizlar. 2022 yil Gentrani Joy bilan tarafda yana bir. Bu mashinamiz ham 2022 yil. 54 ming probeg. Bu mashinamiz narxi 158, aytgancha 155 dan bitadi bu ikkisi. 155 million so'm baholari. 2022 yil. Agar avtokreditga chiqaraman desangizlar ham primerdan bir boshlang'ich to'lov yo'q. Faqat oldi sotdi xarajatini 9 million so'mdan chiqadi. 9 million so'm ketib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Grubi 10 million so'm chiqadi. 10 million so'm bilan 1000 ketsangiz bo'ladi 2022 yil Gentra'dan. Bu Gentra'miz ham shu narsa. 11 million 12 million bilan chiqadi. Bemalol kelib, o'zingizga udobniy bo'lgan variantda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Arzonroq kredit yetib o'tiribman, lekin pulim ham kamroq. Shunga to'g'ri naqd sotib olaman deganlar uchun 2015 yil Gentra'mizdan bor. Bu mashinamiz avtomat korobka bo'ladi. Kraskasini, probegini tekshirtirib olasizlar. Metallari, 4 yumshoq bolalar taq. Narxi 106 million so'm. Yo'qmi? Doğru sel soğuk bu ana bir kilitini açıp bazı içini gösterip berip bilinme. Lekin qaysi bir mashin gerek bo'lsa albatta misal telefon nömerlerimiz var. Hazır aytib o'tdik ben telefon nömeri misal 93 dan 757 77 00. İkinci nömerimiz 90 738 88 89. Xullas Telegram yoki bo'lmasam Imo'dan yazsangizlar, menga misal şimdi video kadr tushib ketadi-ku, qaysi bir mashin kerak bo'lsa, o'zingizga kerakli mashinani screenshot turib, o'sha mashinning ma'lumoti kerak menga. Açıp içlari bilan bir tashlab bering desangizlar, misol uzoqda bo'lsangizlar, albatta polni mashinani kiliti bilan ochib berib, yoqib, hamma yerini, kapotlarni, hamma yerini polni kadratib tushirib tashlab beramiz. Telegram yoki bo'lmasam Imo'dan. Telefon nomer 90 738 88 89. Gentra mexanika 310 nomer 2023 yil. Bu mashinamizdan bahası 142 mi 140 milyon so'm edi. Kraskalar toza, 4 yumshoq balonlari bor. Probeg ham 20 ming mi 22 ming yurtibdi. Xo'p. Keyingi variantdagi mashinamiz ham Gentra mexanika. Metallari bor, mejigar pultlari bor. 4 ta yumshoq balon, avtomat korobka diskalar qo'yilgan. 48 ming probegda 135 million so'm bahasi. Bu mashinamizning kraskasini tekshirib olasizlar. Chexov poliklar ham bor, metan hammasi bor. Xo'p, bu tarafdan egalardan Cobalt mashina yetib turibdi. Bu mashinamiz ham aksiyada turibdi. 2023 yil alyumin svet, gan svet. 4 yumshoq balon toza qo'yilgan. Metan pokoleniya varianti, prosto emas. Pokoleniya varianti, kraskasi polni toza, 38 ming probeg.
38 bin probek 2023 yıl. Bahası aksiyada 135 milyon so'mga tushdi. Aksiyada. Bu mashinamizdan faqat naqdamiz, barter nasiya savdo ish beramiz. Kelsangizlar ustidan yashirib beramiz. Xo'p. Nexia 3 mashinlarimiz avtomat korobka 2021 yil. Mashina bir qo'l salondan shu bir odam olib, hozirgi vaqtgacha bir odam edi. Mejigar pulti, metani, chexol poliklari bor. Kraskasi polni toza. 98 bin probek, 97 bin yozilib turibdi. 120 million so'm mashina bahasi. 125 edi, 120 million so'mga tushirganmiz. Kichkina bir aybi. Shu bo'sanasida ozgina bir inchilgan joyi bor. Bir qarich. Xohlasangizlar o'zimiz chiqartirib beramiz, xohlasangizlar o'zingiz olgandan keyin chiqartirib taqataverasizlar. Lekin boshqa yerda 1 gram kraska yo'q, kraska bo'lgan yeri yo'q, motorlar ham ochilmagan. Ziver. Haydashga tayyor. Xo'p. Toptin Spark. Doğrusu buni yoshindagi Sparklar bundan sasiyana emas, bakun. Bundan keyin chiqqan Sparklar bundan sasiyana emas. 2010-yil e'tibor bering, mashina 4 yil o'shimkatilgan. Hammer. Polni. Tonirovka 10 oy ruxsatnomasi bor. Mashina propan qo'yilgan. Sababi akustika taqlash uchun, ya'ni subwoofer, usilitel, kolonka hammasi qo'yib tashlanglar bagajda bo'lish uchun. Bagaj kerak deb turib, zapaska yonidan propan tashlab turib, bagajga subwooferlarni taqlab tashlanglar. Pisochniy stop, 4 sloy shumka, tonirovka. Keyin mejigar pult qo'yilgan. Black piano taqlangan, Mercedes effektlari bilan monitorlar qo'yilgan. Kraskasini medachu deylarida bor, kraskasini tekshirib olasizlar. 4 yumshoq balon toza. Mashina sosteniyasi o'ta darajada idealni. Orqalarida pisochniy stoplar ham qo'yilgan. Narxini qarang. 57 million so'm. Bittadan yeri 57 million so'mga narx qilib beramiz. Lekin mashinaning sosteniyasi o'ta darajada idealni. Üstünde görüp kayıt kılarsızlar. Hop, 2022 yıl avtomat korobka Spark. Bu maşinimiz benzinde 47 bin probek. Bu maşinimizden qaysidir detalında petnosu var edi şimdi. Kreyal bir boyalgan joyi bor. Xullas o'zingiz uchun bir tekshirtirib, probekni ko'rsatib, usta olib borib, hozirda usta keltirib, ustida ko'rsatib, keyin savdolashib olasizlar. 120 million so'm deb qo'yibmiz bahasini. Albatta naqd bo'lgan bo'lsa yashirib beramiz ustida. Onyx ko'pchilik odam endi bu mashinani salondan oladilar ko'p odam, lekin salon narxi, doğrusu mexaniklar narxi salonda 160 javob yaptı. To'shni bilmayman, lekin bizning salonda yana 12 ming yurgan benzindan mashina 135 million so'm. 23 yil. Mashinamiz 3-pozitsiya mexanika. Bularning doğrusu 7 pozitsiyasi bor. 3-pozitsiyacha mexanika, 4-pozitsiya avtomat bez lyuk, 5-pozitsiya bilan 6-pozitsiya avtomat lyukli. Keyin 7-pozitsiya redline bo'ladi. Bu mashinamiz yana 5-pozitsiya avtomat. Bez lyukdan keyingisi. Bundan keyingi yana bir 6-pozitsiyasi ham bor buni. Uni slipoy zonalari bor. Sağaldından bir narsa getiren vaqtin qildik-ku xullas shu narsa. Pokoleniya propan qo'yilgan 5000 probekda 2024 yil 190 million so'm buni ham ega tashak qo'ydi. Chang basbatkadan ko'rinib turibdi. Ega qimmatroq qo'ygan shu vaqt yotibdi. Atak buni 165, 160, 170 o'rtalig'i shunday baholarda topib bilamiz. Yasangizda topib beramiz ham. Bu mashinamizdan lekin atak yasangizlar ustida yarashtirib beramiz. Endi kam probeklisi 165, 170'e sal bir 40 ming, 50 ming yurganlarni topsa oladi. Elantra mashin. Ko'pchilik odam lekin bu mashindan jana katta deydi-ku. 4 yumshoq balon, mejigar pult. 94 ming probek, 200 million so'm bahasi 2021 yil. Benzinda. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Albatta tekshirib olasizlar. Mashina polni go'st. Keyingi mashinamiz Damas mashina 2023 yil. Mashinamizdan kraskalari polni toza, 4 yumshoq bollari bor. Bu mashinamizni misol pasport ham pravosi bor odamga, adına kredit chiqqan odamga 1 million so'm pul bilan chiqarib beramiz. 1 million so'm bilan kelasizlar, xarid qilib ketaverasizlar. Oylik to'lav 2 million 900, 2 million 850 shunday chiqadi. Shunday atrofida chiqib boradi. Agar yo'q 1 million emas, menda misol 15 million, 20 million so'm pul bor desangizda boshqa bankdan yurib beramiz. Arzon raqamdan foizi kamroq oladi, oylik to'lav arzon chiqadi. Xullas shu xatirgacha mashinalarimizni tushuntirib berdik. Bizlarga podpiska bosib qo'yinglar. Telefon nomerlarimiz 90 738 88 89 telefon nomerlarimizni yozib turib, o'zingizga kerakli bo'lgan mashinani screenshotini tashlasangizlar, shu haqda ma'lumot berib o'tamiz yana. Telegram yoki bo'lmasam Imo
yazsanız da bo'ladi. Yoki bo'lmasam doğru qarindoshlarınız uyingizda ilə şöyle bo'lsa, ya o'zingiz şöyle bo'lsangiz bemalol avtoshopga kelib ustidan yurib xarid qilsangiz da bo'ladi savdolashib. Keyingi videolarda trekkerlarimiz ichanda Equinox Malibu'larimizdan obzorni qilib boramiz. Bizda uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Qimmatli vaqtingizni va yamin görgünler uchun rahmat sizlarga.